Yana sizmi? Men uyingizga kirmayman. Nimangiz o'xshash kerak bo'ladigan bo'lsa, men shuga olib chiqing, shiyla tuzatib beraman. Hozir yeringiz keladi, yeringizda tajiyman. Keling deb kirgizib olasiz. Erim yo'q. Ajrashganman. Charchamadingizmi? Men qo'rqyapman, men ketaman. Hozir akangiz kelib qolsa, yana tajiyman. Qo'rqmang. Akamam yo'q. Ota mehriga zor. Bitta o'g'lim bor. Shahzodjon. O'g'lingiz bormi? Men ham toza bolajonlar, santexnikman-da. O'g'lingiz kelsa, buni deb beraman. Xo'pa? Chanqamadingizmi? Chanqadim, faqat hech kimga aytmang. Unda Redfire'dan iching. Energiyangizga energiya qo'shiladi. 18 ga kirgandirsiz. Ha, kirganman. Me'yorda ichishni tavsiya qilaman. O'g'lim keldi. O'g'lim, yaxshi keldingmi? Shahzodjon, kesinchi amakisiga. Assalomu alaykum. Shahzodjon qani? Manman Shahzodjon. Voy, asal bolani. Men borku, bolalar shunday yaxshi ko'raman. Sizga qarang, o'yinchoq olib keldim. Mayli, charchamangizlar. Nima baqiryapsan bari? Molga o'xshaganlar. Hayatlari shu go'shtdek shirin bo'lsa-ku. Endi bu toqni gutdan ham tishlab qo'yasiz-da. Irim. Hayotim shunda nima bo'ladi? Kuyovni qaynonasini chaqiringlar, atlaganini bersa o'tirmayman deyapti. O'tiring kuyov, o'tiring. Gulday qizimni berdim. Oliy ma'lumotli qilib o'qitib berdim. Rahmat oyijon. Ona bola sigirimni berdim. Nasib bo'lsa beshikchilarga qo'y chiqarib boraman. Topga tutganimiz sizlarniki. Nima qilyapsiz, yanga? Tikyapman, irim. Irim deb toza tikib qo'ydingiz. Bog' ishingiz qil, haydang. Kuyov so'rayapti. Qizingizni baxti uchun. Qani tashlaylarchi, baqvat tashlaylar. Va kuyov bola ham tashlasin. Bor dadajonga ayt, tashqarida shinri moshinni ham bersin. Amaki, shinridagi altini ham berarkan. Qizingiz baxti uchun. Buni kuyov bolani o'zi olsa bo'lmaydimi? O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, Temboli dekabr oyi uchun hozir zo'r aksiya ketyapti. Mana faqat 30-dekabrgacha shinari yuk mashinasini xarid qilgan odam 6 million so'mlik chegirmaga, undan keyin 4 martalik bepul servis xizmatiga ega bo'ladi. O'zi olsin. Buni bermoqchimisiniz? Yo'q, men unaqa Qizingiz baxti. baxtli bo'ladimi qizim? Oy. Uyda ham so'ra, uy bersan. Bu domda qisilib yashamaydigan o'g'li bering, bola chaqali bo'lsin. Bor endi so'ra, bor. Qo'y. Bola qo'ymayapti-da. Shu bilan baxtli bo'ladimi qizim? Menga qara. Hamda. Agar 24 soat ichida pullar qilib bermasang, o'lasan, tushundingmi? Hay eshaklar. Ayam. Kimga o'xshadilaring, sanlar? Tur, sen nima qilyapsan? Bor boshqa joyda o'yna. Sanlar ertadan boshlab meni ishxonamda ishlaysan. Tushundingmi? Ha? Tushundingmi? Dadang zajigalkasini nima olasan? Tur oldimga tush. Mana o't. Oldimga tush. O'tay, o'git. Shu bilan boshingni yo'raman, unangimga bolalar. Ado qildilaring, tamom qildilaring. Menga qara. Murabbo. Agar 5 minutda kashang yemasang, o'lasan ochdan. Sizlarga ham bitta aytaymi, yaxshi tushundilaringmi? Menga qara, bolalarni ajratmaysan, urishyapti.
ayam gapini eshitmangmi? Ishkallarga aralashgan ko'rsa tering shilaman dedi. Agar ko'pchilik bo'lib ketib qolsa ham bor, bitta o'zlaring kelsanlarmi, muomala bilan chiqib ketdilaring, xo'pmi? Yurak hal qiladi, ko'pchilik emas. Glavniysi seriozli bo'llaring. Bolajonlar, kimda dadasini puli ko'p balay? Mana. Seni dadang nima ish qiladi? Biznesmen. Uylaring qayerda? Toshkent City. Uylaringda qachon odam bo'lmaykan, Yakshanba kuni tog'ga ketamiz. Yashab tushamiz. Seni dadang nima ish qiladi? Mana adam tergovchi. Ikkalingni ham gapingni eshitdim. Ikkalingni ham qamataman. Bog'chada yurib borku o'zimiz temalar qolib ketyapti. Iltimos sotib keting. Bor, uxla joyingga. Agar 200 million topib bermasak, boshimiz bilan javob beramiz. Tushunyapsanmi? Vahshiy jonimga tegdi. Oxiri tinchib chiqyapman. Jinnimisan birovning bolasi-yu. Xavotir olma, Lala kuni yangi qadoqtasini tag'ir tinchib chiqyapman deyapman. Ko'rinish ozgina o'zgaribdimi? Ko'rinishini qo'yur. Sifatda vahshiy katta o'zgarish bo'lgan. Namlikni o'tkazmaydi, yumshoqqina materialdan tayyorlangan, vahshiy botmaydi. Top zo'r ekan. 200 millionni qayerdan topamiz? Menimcha bu seriozli gaplar boshqachada gaplashishimiz kerak. Tuval yo'lda turib qoldik-ku. To'xta. Zamini. O'zi o'lasatim, ichib o'tyapman. O'ylab yana kuylamagan kim? Emanim yoshligim. Akmal almashamizmi? Yo'q. 8 yoshligim. Hamisha o'rtoq. Sen sevgilim. Başı beni duman, beni yaşır her zaman. Canay, 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 canay. Bu qo'shiqchi Akmal. Nimaga? Bunday qilgan joydalik, uyasi joy keladi-da, va dippa-dippani qo'y. Oy yüzlü kalam. Kim bu bola? Mayakaga kim nima olib keldi? Pomidor olib keldim. Men nima olib keldim? Men sifat shirinlarni olib keldim. Yixti, sifat yangi chiqqan shirinliklari-ku. Vahshiy dahshat bilasizlarmi? O'zing nima olib kelding? Men dasturxon olib keldim. Pas doim dasturxon olib kelasan. Qayerda dasturxon bor-ku? Hech qaysini uydagilar bermaydi-ku. Ko'cham. Marvashlar keldi. Majiya. Butunmish qilib? Ha, butun hammasi. Voy yanam, voy. Voy yanam. Dadam keldi. Sizga nima olib keldingiz? Hech narsa olganim yo'q. Oxir pulga Wi-Fi'ga pul tashladim. Yoshlik sana o'ylamagan kim? Ertaklarda so'ylamagan. Ha, kelyapsizlarmi? Sizlarni har doim o'sha yerda kutib o'tiribman. Да пошел ты, сволочь! Yaxshi qiz, sizni kim xafa qildi, nima yordam bera olaman? Hech narsa kerak emas. Rahmat. Juda ham chiroyli qiz ekansiz. Otangiz nima edi? Bilishi shart emas. Sizni nima deb chaqirsam bo'ladi? Qiz bolam men bilan. Siz? Juringda bu yoqqa. Tungi kapalik nimaligini endi tushundim men. Undan ko'ra boshqa joy bilan pul topsangiz bo'ladi-ku, chiroyligina qiz bolasiz. Qanaqa pul topaman-kin? Pul demaga qancha pul kerak bo'layotgan bo'lsa, meni o'zim avishvit qilaman meniki. 44 mingta meniki. Hijolat bo'lmay olaverim. Addish beryapman. Xayriyati to'g'ri yo'lga qaytdi. Men endi uyga qaytaman.
qarang, ertaga 4 yo'lga qaytsangiz bo'lmaymi? Shogir, odam o'zini sevmasa boshqa hech kimni sevolmaydi. Men kimligimni bilasanmi? Meni o'tkir stress deydi. Stress. Bor ko'p gapini yo'g'olmaydan, aql o'rgatmay, Baraka toping. Turay debidan. Tur. O'tkir asabiylashma, betingga ajin tushadi. Qo'lim gul. Aka endi ish bor joyda xato bo'ladi-da. Betim raso qo'yardi aka. Daftar raso qilmas hech beradigan jo'q-ku. To'xta, mana Bo'ldi. aka kallangiz bundayroq qilib turing. Kallangiz deyman bundayroq qilib turing. Aka kallasi turmayotganlar uchun ham yechim bor mana shunaqa. Aka bu egli shampun va kallangizga yangilik bo'ldi-da. Men sartarashligimning siri mana shu egli shampunida. Bu shampuni shuni boshini juvsangiz qayozotni himoya qiladi, keyin saçlarni chiroyli qilib qo'yadi. Bu shampunning 4 xil turi bor. Hammasining o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Aka eklarda yana bir xususiyat saç to'kilishini oldini oladi. Shampunni sochim to'kilishidan oldin aytsangiz bo'lmasmidi? Vahmaqman, buni ham ilojini topamiz. Qanday aka? Zo'r. Endi qo'limda ham. So'ngdan tog'im. Mana tarafdan ishlaysizlar qo'lga. Endi haydang menga qarab. Nima? Agar boshqa joyda brendim ko'rib qolsa sizga o'xshagan odam urib o'ldiradi. Jonginam yuraverdi. Nega badanim Jijik bolalar-ku, nimaga odamlar jomon ko'ra hayronman. Gulul mama